Qishlog'imizda bir amaki yashar edi. U anchadan beri og'rib qolgandi, deyarli 3 yildan beri. Va u bu vaqt davomida har doim ayoli u bilan birga edi. Unga qarab turardi va ko'z quloq bo'lardi. Lekin ayol bu yozda singlisinikka borish kerak edi. Ammo erkakka qarab turadigan hech kim yo'q edi. Va shu payt uning jiyani unga qarab turishga rozi bo'ldi. Bu unchalik ham qiyin ish emas edi. Qizaloqqa hamma qiladigan ishlari tushuntirildi va ayol uydan chiqib keta boshladi va chiqib ketdi. Ayol naq 4 kun davomida uyda bo'lmas edi. Qizaloq esa qariyaga qarashni boshladi. Avvaliga hammasi yaxshi ketdi. Qizaloq barcha ishlarni epladi va u uni kelishini ham tez kutardi. U barchasi yaxshi ketayotganidan xursand edi. Qariya unchalik ham xafa ko'rinmasdi, ya'ni ahvoli unchalik ham yomon emasdi. Odatdagi kasalga o'xshardi. Uning ko'zlarida esa faqatgina tepaga qarab turar edi. Faqatgina tepaga. Va u qizaloqqa bir gap gapirmas edi. Faqat nimadir g'alati. Uning qo'li juda g'alati va shubhali ko'rinar edi. Yana bir shubhali narsani payqadi. Garshokning tagida bir zanjir turgan edi. Va yana bir g'alati ish sodir bo'ldi. Oq lenta, ya'ni gips qorayishni boshladi. Har soatlar davomida qorayib borar edi. Lekin ayol bu gipsni hech qachon yechmaslikni buyurgan edi. U holat yomonlashayotganini ko'rib borardi. Lekin bundan u hech narsa qila olmasdi, chunki uni yechmaslik buyurilgan edi-da. U qarardi va qariyaga bir ham nazar solib qo'yardi. Qariya esa qo'liga xuddi ko'zi chiqib ketgudek ko'zlari bilan qarar edi. Go'yoki hozir qo'li parchalanib ketadigandek. Bu juda vahimali edi. Qizaloq esa kutishga qaror qildi va asta-sekin vaqt o'ta boshladi. Qariya ikkinchi qavatda turar edi. U esa asta-sekin eshikni bekitdi va o'z qavatiga tushib keta boshladi. Qizaloq o'z xonasiga tushib ketdi, lekin uning ko'ngli biroz g'ash edi va qariyadan xavotir oldi. U uxlayotgan paytda barchasini to'g'rilamoqchi bo'ldi va u uxlayotgan paytda asta-sekinlik bilan uni uyg'otmasga harakat qildi va uni uyg'otmasdan qo'ldagi gipsni yechib olmoqchi bo'ldi, lekin gipsni yechganda dahshatli manzaraga ko'zi tushdi. Uning qo'li chirib ketgan, go'yoki qo'ldan qurtlar kirib olgan edi. Qo'li juda ham dahshatli va vahimali ko'rinar edi. Bu vaqtda esa qariya uyg'onib ketdi va qo'liga qaradi. Uning ko'zlari yanada kattaroq bo'lib ketdi. U biron narsani aytib hingrardi. Go'yoki unga nimadir aytmoqchi bo'lgandek. U bunga unchalik ham e'tibor bermadi va yangi gips uchun chiqib ketdi. Lekin u kelganda dahshatli holatga guvoh bo'ldi. Bu juda dahshatli edi. Uning qo'li ozod bo'lib, o'z hojasini bo'g'ayotgan edi va uni o'ldirishga harakat qilardi. Qizaloq nima qilib qo'yganini tushunib bo'lgan edi, lekin endi kech bo'lgandi. Bu vaqtda ayol o'z uyiga qaytayotgan edi. U uni bir qizaloqqa ishonish yaxshi emasligini bilgandi. Oradan 4 kun o'tdi va u uyga keldi. U vaziyat yaxshi deb o'ylagandi. Vaqtroq kelishga harakat qildi. Lekin u kelganda hammasi kech bo'lganini ko'rdi. Bu juda dahshatli manzara edi.